uchrashamiz. Get ready with me uchrashuvga ketdik. Koreyaning uhudoviy kosmetikalari rostdan dahshat. Bitim ancha yaxshi bo'lib qoldi. Ayniqsa Manyo, Daiba, Anua degan brendlar juda ham yaxshi foyda berar ekan. Bugun uchrashadigan blogerim juda ham taniqli, juda ham chiroyli va soddagina ayol. Menga rosa ham yoqadilar. Yarim soat vaqtim qoldi, xolos tez makiyaj qilib chiqib ketishim kerak. Menga make-up qilish umuman yoqmaydi, lekin shu kunlarda ko'p make-up qiladigan bo'lib qolman. Meni majburlashyapti. Make-up qilib, men haqimda hech kim bilmaydigan 3 ta fakt haqida aytib beraman. Nima deb o'ylaysizlar, qoshimni bo'yataymi? Menimcha menga yo'q qosh ko'proq yarashadi, chem bor qosh. Kaz qaynonam da qoshlarni tatuaj qilmoqchi edilar. Xullas, men haqimda hech kim bilmaydigan 3 ta fakt. Yoshligimdan beri ko'p o'rtoqlarim va ko'p yaqinlarim meni manetimda sochim yo'qligi uchun ustimdan rosa maymun basharada kulishardi. Shuning uchun hozirgacha shu joyimdan uyalib kelaman. Shuning uchun har doim ikki tomondan cho'lga tushirib kelaman. Va yaqinda soch ektirish operatsiyasini qildirmoqchiman. Shuning uchun profilimga qarab turinglar. Yaqinda bomba yangiliklar ko'p bo'ladi. Va ikkinchi fakt, meni erim hech qachon meni makiyajsiz ko'rmagan. To есть birga yashaganimizda ham har doim erta turib makiyaj qilib olardim. Kechqurun ham makiyaj bilan yotardim-da, erim uxlagandan keyin turib makiyajimni o'chirib olardim. Shuning uchun bilmayman, erim kelganda qanoq birga yashayman. Menimcha yangi kelinchakda uyalib yashasam kerak. Nima deb o'ylaysizlar, podvodka menga yarashadimi yo'qmi? Hozir do'yi poslisini ko'rsataman. Mana poslisi. Menimcha menga yarashmaydi. Tekis qildimmi yo'qmi bilmadim. Farqi yo'q. Va uchinchi fakt, bu uyga kelishimga eng xursand bo'lgan inson bu Karis xolam bilan Karis pochcham. Ha. Ular juda ham xursand bo'lgan. Menimcha, chunki ularda farzand yo'q, shuning uchun menga qanaqadir qaynona va qaynota rolini o'ynamoqchi bo'lishgan shekilli. Shuning uchun juda ham xursand bo'lishgan. Chunki Karis erim armiyaga ketgandan keyin даже qaynonamdan eshitmagan so'kishlarni, urushlarni Karis xolamdan eshitganman. Endi sochimni gafri qilib kelamiz. Ketdik. Shuna qilib kiyinib, sochimni gafri qilib oldim. Bitta narsa qoldi. Manitimga narsa yopishtirish. Chunki biz bugun yubka kiyamiz. Koreyaning maktablarida kiyiladigan formani kiyib birga videoga tushmoqchimiz. Shuning uchun yubka kiysam manitim ko'rinib qolmasligi uchun tashga chaqqan joy qizarib chiqadi menda. Qaynonam sochga sepadigan Dior atirlari bilan Dior pomadani istab olamiz. Ishqilib bu videoni qaynonamga qara. Birinchi marta Dior pomada istab ko'rdim. Vajaj! Hamma aytsa kerak, bu qiz bu kiyimidan boshqa kiyimi yo'qmi deb. Chunki men nafaqat ovqatni, balki kiyimni qadriga yetishni bilaman. Ovqatni ko'p yesam, kiyimni kam kiyaman.